Assalomu alaykum. Bugungi videomiz flashkani viruslardan himoyalash haqida. Bunda bizda flashka bor, ichida fayl kirib turibdi. Buni faylda viruslardan himoyalash uchun avvalambor flashkani ustiga o'tkazamizda, o'ng tugmasini bosib, formatga ravatga bosamizda, buni FAT32 dan interfeysga o'tkazamiz. Interfeysga o'tkazamizda keyin nachatga bosamiz. Nachatda bosganda bosamiz, shunday chiqadi. Barcha ma'lumotlaringiz o'chib ketadi, ya'ni ochib bosamiz. Tutamiz. Format bo'ldi, interfeysga o'tdi. Uni tekshirib ko'ramiz. Xo'sh. Mana interfeysga o'tdi. Bu yerda fayl ochamiz. Xo'sh. Biror bir fayl ochamiz. Shunday joylab turaylik. Keyin yana o'sha flashkani nomini ustiga o'tkazamiz, tugmasini bosib, svojstvani bosamiz eng oxirida pastdagi. Undan keyin безопасность bo'limi bor deb shuni bosamiz. Shundan taqamiti bor. Mana taqamiti bo'lib shuni topdi. Izminit qilib tahlillab olamiz. Xo'sh, polni dostуп bilan buni olamiz. Keyin buni substa olamiz. Tekshirib olamiz. Mana shu uchtasida bitishga olish kerak faqat. Keyin bundan chiqdik. Chiqqandan keyin fayl ustiga bosamiz. Faylda ham svojstva bo'lmaga o'tib, безопасность bo'limiga o'tib, izminitni bosib, ularga tasdiq beramiz. Shu tasdiq berib saqlab olamiz. Bitta bosamiz. Tekshirib ko'rsak, bularda ishga qo'yildi. Biror bir fayl ochib ko'ramiz. Mana bunda saqlab yuklanmaydi. Hech qanday fayl. Endi papkani ichiga kirib, fayl tashlab qo'yamiz. Mana. Xohlagancha tashlasak bo'ladi. Shunday qilib, flashkamizni viruslardan himoyalab ko'ramiz.